mahalla bo'yicha Chek hamda Ulug'bek mahalla tanlab olingan. Chek MF'da 7 km 300 metr asfaltlash ishlari yakunlandi hozirgi vaqtda. Endi og'ir mahalla bo'lgani uchun buni yana o'rgandik. Qilmasa bo'lmaydigan aholining fikri, kayfiyatini inobatga olib, ya'ni tumanimiz hokimi o'zi ham chiqib ko'rdi buni. Ya'ni 2 kilometrga yaqin o'ta og'ir holatda mahallani borib ko'rdik, o'rgandik. Ibrohim aka birgalikda bordik. Bu yerda 660 million so'm infratuzilma mablag'idan agar ruxsat bersanglar asfaltlar bo'ldi. Bu faqat asfalt uchun. Asfalt ham zavoddagi narxi. Bu yerda transport xarajati ham yo'q, ishchilarni nimasi ham yo'q, xizmatlari. Agarda buni 660 million tadbirkorga berib tegizadigan bo'lsak, 1 milliard 100 million so'm bo'ladi. Biz 660 millionga asfalt olaylik zavoddan. Shu mahallani asfaltini avtoyo'l mutaxassislarini, o'zimiz obodonlashtirish texnikalarini, avvalgilar bor, greyderlar berilgan tumanga texnikalar berilgan, xizmat qilyapti. Shular bilan o'zimiz asfalt qilaylik deb turib ketganmiz buni. Endi xalqimizga ham rahmat. Qolgan tumanlarga borib quruvchilar aytadi, boramiz, har nimasi ovqat tayyorlab turgan. Boshqa tumanlarda oshxonalarga borib choy ichib, bizni shu chekda ayniqsa ovqatlarni ham qilib beribdi, quruvchilarga ketishadi. Shunaqa qilib o'zimizni hisobdan qilamiz. Ruxsat bersanglar. Bu haligi oqsoqollarni hali biz ko'chamiz qolib ketdi deb qo'lab qo'ygan joy bo'ladimi? Bizni ko'cha ham yomonroq edi-yu, bundan ham deyapti. Aslida o'zi ikkala ko'cha ham yomon. Buniki nisbatan yomonroq. Biz endi unda asosiy yo'lni bog'lovchi ichki yo'llarga kirmaydi, asosiy yo'llarga oldik. Unda hokim borib, haqiqatan shu ko'chalarni ham qilishimiz kerak ekan deb o'zi ham ko'rdi, qadam-qadam ko'rib chiqdik. Aşağıdaki odamda itiraz qilayotgan ko'cha kiryapti. Ko'chani oqsoqollar to'plab ekan, qoldi deb. Bular asosiy yo'llar uchun o'tiradi. Yo'l faqat ana ko'chalar yo'q. ichki ko'chalar qilingan ekan borib ko'rdim men. Ya asosiy ko'chasi ham bor-ku, to'g'ri salimmi? Agar bo'ladi, faqat yana shular itiraz qilayotgan ichki ko'cha bo'ladi. Ichki ko'chasi asosiy yo'lda ulanadi. Bo'ladi. Bu endi dasturni faqat ichki yo'lnikini olsa bo'ladi, avtoyo'l balansi turgan qo'shib bo'lmaydi. O'zi asli yo'limiz